ulug'vor binolar yurtga yuz bo'lgay, ajdoddan avlodga yorug' iz bo'lgay, ko'rganda yashnagan qancha ko'z bo'lgay. Yangi O'zbekiston bitta jismi bu, islom olamining qadrin qasri bu. Bino bunyod bo'lar jon oromiga, boshqasi bo'y cho'zar shon oromiga. Bu qasr kavsardir aql jomiga, qurishda o'zbekning yangi asri bu, islom olamining qadrin qasri bu. Bunda buyuklarning ruhi ustuvor, Imom Buxoriyning nomin nuri bor. Kim qalb ko'zini ochsa takror va takror, ajdodga munosib elning nasli bu, islom olamining qadrin qasri bu. Ulug' Termuziylar, Bobo Naqshband, Ibn Sino o'ylagan orzuga monand, shonli Beruniyning shoniga payvand. O'lmas daholarning hayot darsi bu, islom olamining qadrin qasri bu. Tarix tilga kirsa olam uyg'onar, quvonch uyg'onadi, alam uyg'onar. Bu dargohga kirgan odam uyg'onar, millat murodining asli bu, islom olamining qadrin qasri bu. Qur'on qudratini ko'rmoq bo'lganlar, o'zbek ibratini ko'rmoq bo'lganlar, iymonida sobit turmoq bo'lganlar, ilm ma'rifatin so'nmas shamsi bu, islom olamining qadrin qasri bu. Qadim tarix din ilmin rosti shunda, birinchi Renessans bo'y basti shunda, ikkinchi Renessans nur dasti shunda. Boqiy o'tmishimiz ilmiy ismi bu, islom olamining qadrin qasri bu. Bunda bugunimiz kamoli bordir, uchinchi Renessans amoli bordir, yorug' kelajakning iqboli bordir. O'zbek o'zligining ko'klam fasli bu, islom olamining qadrin qasri bu. Allohning nazari tushgan vatan bu, dinu diyonatda boqiy chaman bu. Shukrimiz shaklida she'riy suxan bu, 3000 yillik tarix tiniq nasri bu, islom olamining qadrin qasri bu. Bu ochiq kitobdir, islom kitobi, olam orzu qilgan ilm shitobi. Yurtboshi niyatin jonbaxsh oftobi, yangi O'zbekiston yangi vasli bu, islom olamining qadrin qasri bu.